Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan birgalikda biz Toshkent Hospital YouTube kanali. Iltimos o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men doktor Nortajiyev Sherzod Xayrullayevich nevrologiya hamda psixonevrologiya yo'nalishida 10 yildan beri ish yuritaman. Bugungi kundagi faoliyatim Toshkent Hospital klinikasida bo'lmoqda. Sherzod aka, rahmat o'zingizni to'liq tanishtirib o'tganingiz uchun. Mening birinchi beradigan savolim, bugun odamlar orasida eng ko'p uchrayotgan nevrologik muammolar qaysilar? Eng ko'p uchraydigan nevrologga murojaat qilinadigan muammolardan bu og'riq muammosi bilan, og'riq bezovtaligi bilan bo'layotgan murojaatlarda aytishim mumkin. Misol uchun bu og'riq bosh og'riq bo'lishi, bo'g'im og'riqlari, muskul og'riqlari, tayanch tizimi bilan bog'liq turli xil og'riq bilan kechuvchi bezovtaliklarda shu murojaat hisoblanadi. Keyingi savolim esa yoshlar orasida bosh og'rig'i va asab buzilishlari ko'p uchrab turadi. Bunga sabab nima? Bugungi kunda yoshlar o'rtasidagi bosh og'riqning ko'p uchrashiga sabab ularda harakat aktivlik hajmining keskin kamayishi, ko'proq telefon vositalaridan haddan ziyod ko'p foydalanish, kompyuter vositalaridan ko'p foydalanish natijasida asab ruhiy zo'riqishga ko'p tushib qolishi hisobiga bosh og'riq muammolari ko'payapti deb hisoblasak bo'ladi. Sherzod aka, keyingi savolimni bersam, hozir odamlar o'ylashadi faqat insult keksalardagina uchraydi deb. Bu qanchalar to'g'ri? Insult holati bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi deb ta'riflanadi. Yoshlarga nisbatan aksari keksa yoshi kattalarda kuzatiladi. Yoshlarda ham bugungi kunda ko'p kuzatilayotganligi aniqlangan simptomatik qon bosimining yuqori yurishi, simptomatik arterial gipertenziya deb aytishimiz mumkin. Yuqori qon bosimida yurishi evaziga o'tkir qon aylanish buzilishlarining kelib chiqishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yoshlar orasida ham bu insult holatini uchrashiga sabab bo'ladi bu. Keyingi savolim esa, asab tizimi sog'lom bo'lishi uchun odamlar kunlik hayotida nimalarga ko'proq e'tibor berishi kerak? Nafaqat asab tizimi, asab ruhiy holati erkin, sog'lom bo'lishi uchun hayot tarzida, turmush tarzida jismoniy harakat aktivligining yuqori darajada bo'lishini ta'minlash, asab tizimi kasalliklariga tez berilishidan saqlanish uchun asosiy omil hisoblanadi deb bilamiz. Asab tizimi charchagan odam qanday seziladi? Asab tizimi charchagan odam birinchi o'rinda hayotiy aktivligi pasayadi, ish unumi pasayadi, mehnat layoqati pasayadi, jamiyatda odamlar bilan muloqotga kirishuvchanligi pasayadi, asabiylik, bezovtalik, jizzakilik, urushqoqlik holati boshqalar bilan yuzaga keladi bu narsalar. Ko'pchilik aytishadi, telefon va ijtimoiy tarmoqlari miyaga zarar keltiradi deb. Bu rost narsami yoki oddiy mifmi? Telefon va ijtimoiy tarmoq vositalaridan foydalanganda odam doim o'tirgan holatda yoki harakatsiz holatda bo'ladi. Buni evaziga shu asab ruhi zo'riqishga tezroq tushib qolishiga olib keladi. Uyqu yetishmasligi miyaga qanday ta'sir qiladi? Ya'ni ba'zilar hozirgi kunda bir kunlab uxlamay yurishadi. Bunda qandaydir ziyoni bormi? Uyqusizlik natijasida uyqu sifatining yaxshi bo'lmasligi, uyqu vaqtining yetarlicha bo'lmasligi natijasida eng ko'p uchraydigan nevrologik kasalliklardan asab ruhiy zo'riqish holati, ya'ni nevroz holatiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Shunda odamlar soat nechida uxlashlari kerak? Kechki soat 10 da uyqu vaqtining bo'lishi bu fiziologik holat hisoblanadi. Bu turli fiziologik mexanizmlar, miya faoliyatining fiziologik jihatlari me'yoriy ritmda bo'lishini ta'minlaydi. Bergan javoblaringizga kattakon rahmat. Bizlarga juda ham foydali bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda bo'lgan Toshkent Hospital YouTube kanali. Agarda sizga YouTube kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada sizga qiziqtirgan savollarni yozib qoldiring.